Issiq iqlim hududlarida yashovchi pashshaxo'r ko'zga arzimas kichik jonzot, ammo u chaqqan zahoti inson qoniga lishemaniya deb ataluvchi xavfli virus tushadi. Shu birgina chaqish tanada og'ir yara, isitma, hattoki ichki a'zolar shikastlanishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bu kasallikni tuzalmas dard deb biladi, ammo bugun biz sizlarga lishemaniyaga qarshi haqiqiy davo yo'lini topgan shifokorni tanishtiramiz. U o'zi ixtiro qilgan dorining tayyorlanish jarayonlari haqida ma'lumot beradi. Assalomu alaykum yurtimiz aholisi. Mana bugun biz Azamzar krem mazini ishlab chiqarish jarayonida turibmiz. Krem mazini ishlab chiqarishdan oldin biz avvalambor barcha kerakli bo'lgan mahsulotlarni, ajratmalarni olib, mana mikser apparatida qorishtiramiz. Bu qorishma 70 gradus haroratda qorishtirilishi kerak va buning ichida tarkibidagi barcha mahsulotlar, kerakli bo'lgan tabiiy mahsulotlar, ingrediyentlar hammasi, barchasi yuqori darajada aralashma hosil qilgandan keyin biz ularning sifat darajasini, koeffitsient darajasini, o'lchamini, barchasini ko'zdan kechirgan holatda ikkinchi jarayonga o'tamiz. Bu yerda mikserda tayyorlanib olingan mahsulotimizni ikkinchi jarayonda mana mazda o'lchamlarini o'lchab olingan holatda kompyuter texnologiyasi asosida bevosita va bilvosita qadoqlash usullarini, solinish usullarini, ajratish va sanash usullarini ko'ryapmiz. Azamzar krem mazini tayyorlash uchun bizning loyihamizda 6 ta ish o'rni yaratilgan bo'lib, bevosita va bilvosita inson omili, ya'ni yuqori darajada ishlaydigan texnologlarimiz bizga yordam berishmoqda. Uchinchi bosqichida o'tganimizda maxsus qutilarda muddatlari ko'rsatilgan holatda, ya'ni 2 yilga mo'ljallangan sifat ko'rsatkichlari ko'rsatilgan holatda, demak namunalar maxsus ko'rsatmalar asosida mana o'zini qutilariga solinib sotuvga tayyorlanadi. Nurzam Zardobi va Azamzar krem mazini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda bizga amaliy yordam bergan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi va agentligi hamda Munis loyihasi tomonidan grant mablag'i ajratib berildi va bu grant mablag'idan biz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, Azamzar krem mazi hamda Nurzam Zardobidan aholimiz inson salomatligi yo'lida keng foydalanib kelmoqdalar va shifo topmoqdalar. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi va agentligining Munis loyihasi tomonidan bizga o'zi doktor grant asosida ajratib berildi va bu asosda homilador ayollarda kechadigan patologik kasalliklar aniqlanadi va Nurzam Zardobi tavsiya etiladi va homilador ayollardan sog'lom farzandlar tug'iladi.